Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Prizmarimni salomlashib qo'yinglar. Hammaga salom qadrli obunachilar. Yana sizlar bilan Prizmarin va ismimni o'zlaring o'qib olasizlar. Gatski! Va hamma bugun maktab serialini ikkinchi qismini boshlaymiz va like va popiska va izohlarda yozib qoldirishni unutmanglar. Do'stlar, men maktabga kirib oldimda. Men bu oltinlar qazib oldim. Ustoz, men ishlayganim. Voy, men 1 soatga kech qolibman hozir. Qana darsakana hozir boraylik-chi bilamiz. Xo'sh, nimaga u texnologiyaga kech qolyapti? Ustoz kirsam maylimi? Nimaga kech qolding? Kech qolib keldim, ustoz. Nimaga sababi? Uxlab qolibman. Mayli, kiraver, uyqu hammada bo'laveradi. O'tirsam maylimi? O'tir. Xo'sh, bugungi darsimiz nima? Texnologiya menimcha. Yaxshi. Xo'sh, Jitel. Ha, ustoz. Bugungi mavzu nima? Bugungi mavzumiz qo'shiq yasash. Yaxshi. Hoy, Prizmarin, joyga o'tirmaysanmi? Jemda o'tiribman, ko'zim ko'rmay. Boshqalar qani, ustoz? Boshqalar cho'milniga ketishibdi-da, ishqilib ishi bo'lib qolibdi. Hammani ya? Ha, faqat bir kishi anaqa bo'lib qoldi-da. Sog'. Nima, virus bo'ldimi? Mayli, shokon qilmay o'tirib turinglar, men doktorlardan so'rab kelay, nima bo'ldi ekan. Xo'p, ustoz bugun shamol kuchli, menimcha shamoldan kelmagan. Yaxshi. Bu yer emas. O'zani o'ldirgim kelib ketyapti, ustoz bordi. Men hozir ustoz o'rnida xo'jayin bo'lib turay. Hoy doktor, bugun nima bo'ldi? Nimaga ular o'quvchilar kelmayapti? Hoy ustoz, bugun virus chiqibdi. O'quvchilar maktabdan chiqishmasa, yerto'la qazishib uyiga borsa, u virus ham yo'qolmayapti. Hop. Mayli, men chiqib kelay. Prizmarin, shokon qilmadingmi? Yo'q, ustoz, mana cho'qin qildi. Ashula aytib o'tirdi. Ay, yaramas sen qishloqqa. Ustoz, men kechiga boshqa qilmayman. Sen kaltagiysan. Yo'q, iltimos ustoz. Mana senga. Voy, bu bolasini o'ldirib qo'ydim. Mayli men. Hoy, Prizmarin. O'zing qolding. Uy ham cho'ndi. Osmonga uchib ketdi, tishim tuzatgan. Hopmi? Xo'p. Men borib tutga olib kelaman. Xo'p, ustoz, menda girka bor. Qani tashachi? Yo'q. Tasha. Xo'p. Necha mingga sotasan? Sizga tekin ustoz. Mayli, sen o'quvchiligim uchun. Xo'p, ustoz hazillashdim. Mana, men yonimga kel. Ha, mana keldim. Kel. Mana, sen o'quvchiligim uchun senga 2 ta oltin beraman. Mana ol. Bo'ldi. Oldimi? Ha. Qani endi mana seni kirkak o'zingni uyinggacha obolarsan, ha? Virus tarqalibdi, faqat yosh bolalarga yuqarmish. Bo'pti, ketdingmi uyimga? Baqa kel, virus yuqadi. Ha, nima qilay? Kel, o'zim uyingga oboraman. Bo'pti. Kel, tashasan. Yer tagidan boramizmi? Ha, faqat yerni tagidan kelishmaydi ekan. Bo'pti, ketdik bo'lsam. Iya, men chiqmamadimmi? Miyay muncha bo'shi. To'g'ri ketyapsizmi? Endi qanday chiqamiz? Chiqamiz? Ha. Mayli. Bitta joyni buzish kerak. Qochib tursang? Mana nihoyat chiqdim. Ustoz, mana tomonni ham bir pas qo'ylab yuboring. Bo'ldi, ustoz. Qo'ylavering, ketdik. Yo'q, u tomonda emas meni uyim. Qayerda? Mana shu tomonda ekan. Mana u tomonda ekan. Qaysi tomonda? Mana shu tomonda ekan. Mana nima deyapti?
Seni. Meştik öyle yapar. İyisin ya. Kim oldu yani? Yok. Hey. Kolla bizi yapar. Va bir de virüsler var benimki. Gittik. Kolda bizi yapar mı? Loydu bizi yapar mı? Hala bu arayınca. Şimdi tipen bozuk koydum benimce. O koyakçı ustas. Yo bas kaçışın. Virüsü. Kattalarga yuqmaydi. Yuguşa mümkün. Kettelerge. Düşün. Ay sen mana shu yerda turibdi, men o'zimga lampa olib kelaman. Qayerdan? Uydan. Ha bo'pti. Nima? Kim keladimi? Bitib kelaysan. Baba emas uydi, mashada ekan. Kelashib tur, hazırlasın. Nasıl yapışamıza? Bol ketur. Men buzda tashasamchi. Ha bo'ldi. Ketdik. Bor quruqda sat. Hey, hamma uyga keshib chiqaveraymi? Endi bu yoqda yorug' bo'lib ketadi. Ko'z ichini qayta tirilibdi. Qo'rqmang. Kimni uydaman men? Hali men uyga yetib bormabman. Hammaylar bo'lsa mana shu tomonda ekan. Yaxshiyam yo'lda ko'rib oldi. Topish kerak, viruslar bor. Hoy, pogizmagi. Maktab tomondan keling. Hop. Uyimgacha yetib olsam bo'ldi. Ularni chiqqan bo'laydi. O, ozgina qopti. Faqat ketish kerak. Biz tezroq pastga tushishimiz kerak. Yo'q qolmasligidan. Tezroq. Xo'p, do'stlar. Meni ancha ko'ylab qo'ydim men. Kechqurun tushib qolibdi menimcha. Qoching ustoz, qoching. Ummay. Xo'p. Staklab ko'ylab oldim menimcha. Qaysi uyga ketibsiz? Menimcha hali hech qaysi uyga kelmadik. Teslakish. Birpas unaqa qilib hozir. Mana ustoz, mana uyga kelibmiz. Viruslar bor ekan, qochdik. Bizning ha bu. Ketdik. Shuncha. Qachon men ko'ylab ketyapman. Boring men siz ko'ylang, men ketyapman. Yo'q. Qaqa ketyapsiz? Aylanib kelyapman, siz bora ko'ylavering. Ko'kani olib ketdingmi? Yo'q, qo'lda ham sindirsa bo'ladi. Orqa yopib chiqyapman, yana ton hali viruslar kelib qolsa oldimizga zombi viruslar. Qayerga ketibsiz? Baqa kelma. Hozir ko'raychimi, qochingchi? Yo, hali mash tomonga ketamiz endi. Qaysi tomonga? Mash to'g'ri tomonga ketamiz. Bo'ldi. Mash tomonga ketdik endi. Qaysi? To'g'riga. Men ko'ylak. Endi mash tomonga ketdik. Yo, tosh bo'lib qoldi endi, bosing buni. Panarik yo'q. Panarik qo'ying, qop-qorang bo'lib qoldi. Qayerga qo'ydingiz? Hop. Panarik qo'ying tezlashib. Qorang bo'lib ketyapti. Ana, qolib ketibdi, sen qoldirib ketibdi. Qayerda qolib ketibdi? Mana. Qo'ying. O, ana meni qo'yat yorib ketdik endi. Nima qilamiz? Tosh bu. Lampani chiqqa. Sizga tosh bor edi-yu, tosh. Kirka bor edi-yu. Kirgan sen oldingmi yo sinib qoldi shekilli kirgan? Voy, buni biz olmaysiz. Qoching. Men o'quvchimda ketgan qanaqa? Ha. Yopib tashladingmi? Atayin yopdim. Sizlar kelmasligi uchun men uyimga ketyapman. Qisqa yo'ldan ketyapman. To'xta, men o'quvchimda kirkasi bor edi. Seni olib kelay. Yo, jindiy qopdi. Bag'izmagin. Yaxshi. Xo'p. Uzr. Cho'chqa yo'qol.
Halime sizde o'tyapmanmisiz? O'tyapsiz. Endi qayerga yuray? Aytib turing siz. Endimi? Endi jinni qoldi. Endi sen chapga qarab yur. Orqaga ke, orqa. Orqaga ke. Ha. Ke orqaga. Yanami? Jincha. Yanami? Bo'ldi. Eshitdami? Chapga qarab ketur. Eshitdami? Ha, ketur. Ketur. To'xta. Mashitda to'xtatdim. Hey, mana netdan chiqasan. Kimlar? Biz kimni uyga kelib qoldik? Bitta o'quvchimni. Hey, nima yopib ketyapsan? O o'quvchisi uyga. Nikojon! Nikojon uyga kelibmiz. Hey, och vobe. Mana manaqda. Bo'ldi, qo'yib. Hop, qatl obunachilar, bugungi videomiz tugadi. Hammaga xayr, like va podpiska bosh qo'yishni aslo unutmanglar. Hammaga xayr.